Suvdan elemental berilyapti bularga. Xonozimiz maza qilib ochibdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun qisqacha ma'lumot aytib o'taman o'rtoqlar. Mana bu changlikka e'tibor bermaysizlar. Podvalda bir burchakda turgan asbob uskunalar turadigan joy. Mana tashqari rom yerda tepasi. Podvalda turibdi. Tak. Oldingi partiya jo'jalarimizdan, tovuqlarimizdan ortgan vitaminlar bordi. Mana bu yerda salqin joyga qo'yilgan. Yoz issig'ida salqinda tursin, aynib qolmasin degan maqsadda. Hozir birgalikda kuzatamiz. Mana shu ikki xil vitaminimiz bor. Ostatki. Mana o'rtoqlar tashqariga chiqib oldim. Mana bu elemental. Ya'ni o'sha vitaminlarga to'yintirilgan, o'sha 1 litrga 2 grammdan qo'shib berilgan nimamiz. Vitamin, makromikro elementlar jamlangan suyuqligimiz. Buni har doim berib yurgan yaxshi deb. Tak. 10 litrga 2 gram dozasi adashmasam. 1 litrga 2 gram degandim. Mana bu Supervit. Chiqqan sanasini ko'ramiz birgalikda. Mana o'rtoqlar 24-yili chiqqan 8-oy, 26-yil 8-oy avgustda so'rovi tugaydi. Ya'ni 24 oyga deb belgilangan. Buni sanasi to'g'risi topolmadim. Ya'ni yosh o'tgandan keyin achiga majbur qolgan ekan. Hozir achiga to'xtam yo'q. O'shani hisobiga ko'zim o'tmadi. Bu ham yangi o'sha 1 yildan keyin bo'lyapti bo'lgan bo'lsa. Hozir birgalikda ichini ko'ramiz o'rtoqlar. Bularning gradusi hozir men ko'rib aytib o'raman sizlarga. O'rtoqlar, buni inglizcha yozibdi, to'g'risi tushunmadim. Bular vitaminlarni o'zi 10 gradusdan 20 gradusgacha haroratda ushlanadi adashmasam. Bunda ham xuddi shunaqangi bularimiz yozgi kunida 30 dan ham oshiq 35 gradusgacha mana shu yerda turdi. Bahor oyigacha, ya'ni moygacha. Mana shu vitaminlar ichida turdi. Keyin men eskirib qolmasin deb podvalga olib kirib qo'ydim 25 gradusli joyga. Keyin hozir endi birgalikda ichini ko'ramiz, qaysinisi o'zgargan. Mana shu ikkalasi ham bitta joyda turgan, bitta joyda saqlangan bir xil haroratda. Mana bu elementalda. Mana hozir ko'rinish jarayonini ko'ramiz birgalikda, o'zgarganmi yo'qmi. 30 gradusda ham qolgan bu. Mana hidi ham toza, suyuqligi ham toza holatda turibdi. Endi mana bu vitaminimizni ko'ramiz. Supervit tarkibi juda kerakli vitaminlarga to'yintirilgan, kimyoviy ozuqalar bilan to'yintirilgan vitamin. Italiyada ishlab chiqarilgan. Hali bu chiqqaniga 1 yil bo'ldi, yana 1 yil so'rovi bor. Buni ko'ramiz. O'zgardimi yo'qmi? Odatdagi gradusdan yuqori gradusda qolganmi hisobiga. Mana o'rtoqlar, holatni ko'ryapsizlar. Bu haligi turbalarni zang turbalar ichida qolgan narsa nimaga o'xshab ketibdi suvi. Hidi ham sassiq, quyuq bo'lib qolgan. E'tibor beramiz. Nima demoqchiman videodan maqsad o'rtoqlar, vitaminlarni ham kerakli haroratida saqlash kerak. Agar issiqda qolsa, u suroga yaxshi bo'lgani bilan o'z xususiyatini yo'qotadi. Mana holati. Bu ichi ko'rinadigan vitamin bo'lgan, mana bunday. Mana bu elementalimiz o'zgarmabdi.
Hali buni bersa bo'laveradi. Issiqda qolgani bilan. Mana shu narsamiz o'zgarmabdi issiqda qolgani bilan. Mana bunimiz o'zgarib ketibdi. Aynigan nimaga o'xshab ketibdi. Hidlari ham. Mana o'rtoqlar, tavsiya qilib beramanki, issiqda qolgan vitaminlarni bermanglar. Mana ichidan holatini qaranglar mana. Shu darajada bo'lib ketgan. Bu hali suroga yetmagan, ammo lekin o'z xususiyatini yo'qotgan. Bu tovuqda atralini qilib kasal qiladi, bo'ladi, vitamin bilan ta'minlashda o'rniga kasallik bilan ta'minlash ehtimoli yuqori. O'shaning uchun vitaminlarni ham aptekalarda olayotganda yozgi kunida ayniqsa haroratiga, gradusiga qarab olinglar. Bu qo'yilgan suroglari haroratiga ham bog'liq bo'ladi o'rtoqlar. Mana bunimiz elementalimiz issiqda ham tursa hech narsa qilib xususiyatini o'zgartirmaydi. Bunimiz musor bo'pti. Buni endi to'kamiz o'rtoqlar kanalizatsiyaga. Bundaqangi videodan maqsad bunday nimalarda ishlatmagan ma'qul nima. Ajoyib mishiqchani ham ko'rsatib qo'yib o'rtoqlar. Ke. Bundan yana bittamiz bor. Qani uning? Sheriging. Max. Uyda shekilli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tovuqxonamizni ayrim sabablarga ko'ra mana restavratsiyadagi jarayonimiz to'xtab qolgan. Bu yilgi videolarimizni shu yerdan chiqaramiz, kerakli ma'lumotlar beramiz degan maqsadimiz bor edi. Afsuski ulgurmadik. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, bu yerda ustalarimizni kutib turibmiz. Ustalarimiz bo'shashlari bilan kelishadi, qolganini beton-metallarni quyib bersa. Bu tomonda o'sha o'zimiz yangi texnologiya, ya'ni yangi texnologiya emas, yangi qushchalarni olib kelib qo'yganmiz. Bularni ham kelajakda xudo xolasa holatlarini tushuntirib boramiz o'rtoqlar. Mana oziqalarini ko'katlar, karam, tuxum, balga eski nima ko'katlar bo'lsa tayyor qo'yilgan. Mana hammadan ko'pini yeb bo'lishdi. Yemlarini shunday odatiy aralashma donlar. Bular fazan zalatoy degani, bular yosh jo'jalari hali. Xudo xolasa ko'targandan keyin nasib bo'lsa ballarini olishimizda kelajakda qolgan holatlarni ma'lumotlar berib boramiz. 2 Mana shu tovuqxonamizni yopib qo'yamiz. Mana salapanlar qo'yilgan. Bularda afzal tomoni kasal bo'lavermas ekan. Birinchi xususiyati, ikkinchisi bir kunda 3 mahal don berish bilan ovora bo'linmaydi. Mana 2 kunda 3 kunda bir mahal don berib qo'yiladi, suvi turadi, обязательно u tugab qolmaydi. Umuman qarov shart emas ekan tovuqqa nisbatan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda xudo xolasa tovuqxonalarimiz bitsa, to'liq ma'lumotlar berib, kerakli ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz xudo xolasa. Hammaga omad. Mana o'rtoqlar, keyingi mushukchamiz sibaqa kirib uxlashyapti. Adangasa, yotibsizmi?